Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Bekzodjon Yusupov. Yoshim 22 da. Pandemiya payti uyda o'tirib bo'sh vaqt ko'p edi. Men esa o'sha paytda bundan unumli foydalangan holatda xotiramni rivojlantirishni boshlaganman. Men o'ylaganman, mana qo'limdan keladi, chunki aqliy sport bilan o'zim ham shug'ullanaman. Mana shu hamma turlarini yig'ishni o'rgandim. Va 2021-yilda men Speed Kubela jamoasiga a'zo bo'lib, o'sha yerda men ham musobaqalarga qatnashishni boshlaganman. Ayni damda Jahon Kubik Rubik Federatsiyasining O'zbekistondagi rasmiy vakillaridan biri hisoblanaman men. Uyda eng tez sergan natijam bu 686 sekund. Hozirgi ayni damdagi jahon rekordi bu 313 sekund. Ko'chadagi baquvvat odamni ko'rsak, bu tug'ma bu baquvvat emas, balki u shug'ullangan va o'zini shunaqa natijaga olib chiqqan deb aytamiz. Aslida xotir ham xuddi shunday. Ya'ni miya ham bu muskul, uni shug'ullantirib, rivojlantirib, uni baquvvatlashtirish, uni mukammallashtirish, uni rivojlantirish mumkin. Hayajon ozgina bor, ozgina hayajonlanadigan bo'lsangiz, xotiringizga joylagan ma'lumotlaringiz unutilib ketadi. Ya'ni musobaqalardan ham hayajonlanish bo'lsa, siz katta natija ko'rsata olmaysiz, yaxshi eslab qola olmaysiz, eslab qolgan narsalaringiz xotiringizdan o'chib ketaveradi. Shu sababli biz hayajonni ham shug'ullantirganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men siz qo'shiq aytsangiz kerak, to'g'rimi? Yo'q. Ha, nima? Men xotira bilan shug'ullanaman va hozir sizlarga miya qobiliyatlarini ko'rsatib beraman. Ya'ni raqamni eslab qolib va bundan tashqari yana bitta hayrat olmas narsa qilaman. Siz hozirda-yu, meni hozir shokda qoldirdingiz. To'g'risi qiziq. Albatta. Sahnaga bora qoling. Men shu yerda sizni ko'rganim yaxshi. Hayajonlanmang. Omad. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. O'zingizni tanishtiring. Ismim Bekzodjon Yusupov. Mnemonika bilan shug'ullanaman, ya'ni kuchli xotira egasi hisoblanaman. Vizuallami yo? Biz asosan vizualni yaxshi eslab qolamiz. Gapda bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga kerakli tezlik bo'lsa, istalgan hajmdagi ma'lumotni ham eslab qolsak bo'ladi. Biz istalgan ma'lumotni tasavvur orqali eslab qolamiz. Ya'ni hozir misol uchun sizga bolta so'zini aytadigan bo'lsam, sizning xayolingizga birinchi keladigan narsa boltani tasavvurdagi obrazi. Ya'ni qanaqa ko'rinishi, shakli, ranglari. Agar men fransuz tilida aytsam ham, uni ahamiyati bormi yo'qmi? Albatta ahamiyati bor, chunki fransuz tilini men bilmasam, menda qorong'ilik bo'lib turadi. Siz unda eslab qola olmaysiz. Uni ham eslab qolsa bo'ladi. Xo'p, siz qatdan bunaqa o'zingiz juda ham bir buyuk shaxs deb hisoblayotgansiz? Mana A4 Varrona. Qanchada yodlay olasiz? Taxminan 20 daqiqada shunaqa abadiy xotiraga o'tkazib qo'yish mumkin. Вы не самый умный. Я за 10 минут выучу А4. На любом, на узбекском и на русском языке. Bekzodjon ishtirok uchun kattaga rahmat. Hozir Bobur aka chiqadi. Bobur aka chiqaydi. Самая лучшая память в мире не делает человека самым умным. Я специально это делаю, я хочу, чтобы ты мне доказал, что ты самый умный. Все хорошо. Сейчас и докажем. Xudo xolisa bugun sizlarga hozir o'zi bilamizki, miyamiz bir vaqtda faqatgina bitta ishni bajara oladi. Agar ikkita ishni qiladigan bo'lsak, miyamiz chalib ketib, ikkalasini ham yaxshi sifatli bajara olmaydi. Ammo esa hozir bir vaqtning o'zida bitta emas, ikkita emas, balki 3 ta vazifani, ya'ni har xil turdagi vazifani bir vaqtda bajarib, uni idealni qilishga harakat qilaman. Bitta narsani iltimos qilmoqchiman. Hozir hamma ishtirokchilar ham qilsa bo'ladi, ya'ni qiziqarli o'yin. O'quvchilarimizni shunaqa shug'ullantiramiz. O'ng qo'limizni ham bunaqa zo'r qilamizda. Tepadan pastga tez qilib turamiz. Da. Endi chap qo'limizdan olamizda, to'g'riga bundoq olib boramiz, sekingina olib kelamiz. Birdaniga. Aha. Tezgina. Hamma unda qolib ketyapti. Bobur aka. Menda o'xshayapti. O'xshyapti? Bo'ldi. Hozir bizda mana doskada 8 ga 6 jadvalli kletkalar chizilgan. Hozir bu yoqqa chiqib, o'zingiz xohlagan raqamlarni yozib berishingiz mumkin. Oxirgacha to'ldiraymi? Ha. Да. Tugadi. Mana g'oyat. Ты талантливый, идем. Mana bu yerda umumiy hisobda 48 ta raqam yozilgan. Men hozir bir vaqtda mana bu aralashtirib bergan 6 ta kubik tergan holatda va ping-pong raketkasi bilan
mana bu sharik o'ynab turgan holatda ushbu raqamlarni eslab qolishga harakat qilaman. Voy. Men ahmoq deb o'ylayman-da hozir shunaqa bersa. Nima bu? Qanaqa qilib mana bunaqa qilgan joyda yasab ko'r. Это не талант. Nimaga buni sen o'rganishing mumkin? Bu Xudo silamagan bu bola. O'rganish mumkin bu narsaga. Но ты никогда не научишься писать стихи, ты никогда не научишься писать картины, ты никогда не научишься писать музыку, если тебя Бог не погладит. Bitta qo'lda-ya, men buni to'g'ri ikkita qo'lda to'g'ri yig'ib bera olmaysiz, Bobur aka, taol. Yo, Qarang, меня uchta это... ish qilyaptilar. Bitta manba, ham ham anoni eslab qolish. Osonmi, Да, он много работал над этим. Я говорю про то, что этому можно научиться. Это не Богом данный Tasavvur qiling, талант. sizni hozir teatrda ko'rib turgan muxlislar. "Ну что, Bobur Yo'ldosh degan ishi mana shu shug'ullansam, o'ynab bera olaman. Bu rolni desachi." Да. Xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, потому что актерству можно научиться. Yo'q, tug'ma qobiliyat bo'lsagina aktyor bo'la oladi odam. 1% таланта у актера, 1% таланта, 99% труда. Все, и учебы. Bu raqamlar eslab qolindi. Bundan qiyinroq joyi keldi. Ya'ni bu raqamlar esimda qoldimi yoki yo'qmi tekshirish. Bu narsani boyiga qiyin, katta kubikni terib turgan holatda etishga harakat qilaman. Sizlar xohlaganingizcha meni qiynashinglar mumkin. Ya'ni bu yerda mana qaysidir qatorni, mana masalan 3-qatorni 6-raqami deb etishinglar ham mumkin. Ketdi. Просто aytib chiqing. Yetti, 3, 2, 1, 8, 9, 1, 2, birinchi qator tugadi. Hop. Ikkinchi qatorga o'tamiz. 3, 2, 6, 5. Mana qarang 4-qatordagi 4-sonni ayting. 6. Kelgan joyimizdan davom etamiz. 3-qatorga kelgan edik. 1, 3, 6-siga o'tiring. 6-qator. 3, 7, 9, 3, 7. Bekzodjon. Bo'ldi, biz ishonamiz. Men bitta narsa savolim bor. Men sizni oldingizga kelsam, sizni sentringizga kelsam, qanchada buni o'rganib olaman mana shunaqa qilish? Aynan taxminan mandagi darajaga chiqish uchun faqat shu soha bilan shug'ullanilsa 1 yil, 1,5 yil atrofida vaqt ketadi. Tug'ma qobiliyatingiz borligi uchun shu sohadasiz, Mana to'g'rimi? qarang. Bu обязательно tug'ma bo'lish kerakmi yoki siz любой odamdan mana shunaqa yasab bera olasizmi? Olasizmi demoqchi? Istalgan odamdan bu narsani men tayyorlab bera olaman. Понятно? Ya'ni, o'zim это не ham- талант, это навык. Он классно поработал, он опытный, потому что он этим занимался. Bekzodjon, bu qilgan ishingiz zo'r gap bo'lishi mumkin. Haqiqatdan zo'r, katta ish qildingiz. Bu darajaga kelish uchun ancha o'qidingiz, to'g'rimi? Albatta. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin men shunaqa odamlarni bilaman, atrofimda bor. Bitta ham emas, 3-4 shunaqa odam bor. Mana shundoq o'qiydi, bitta o'qiydi. Shundoq qo'yadi, даже 3 minut emas. Bittada yodlaydigan odamlar. Bu men uchun bu mo'jiza emas-da. To'g'ri tushuning Bekzod. Darrov tushundim. Bu Bu men narsa uchun mo'jiza emas. Men bu yoqqa mo'jizani ko'rgani keldim.
tushunyapsizmi? Da, это все круг, lekin o'zingiz aytyapsiz. 1 yildan keyin siz ham bunaqa qila olasiz, deyapsiz. Tushunyapsizmi? Bunaqa. Mana shu qilsa bo'ladi, bu trenirovka. O'shaning uchun yo'q, xafa bo'lmaysiz. Men qoyil qolmadim. Siz yo'q deysiz. Ya. Bekzodjon, menga juda ham yoqdi, xursand bo'ldim. Men uchun bu juda ham qiyin, sababi bir vaqtning o'zida 3 ta protsessni amalga oshirish va xotirada asrab qolish, hamma raqamlarni, ya'ni saqlab qolish bu juda ham mushkul men uchun. Bu uchun insonda aqliy salohiyati juda ham yuqori bo'lish kerak deb o'ylayman. Ham tasavvuriyat olami keng bo'lish kerak. Agarda shunaqa qobiliyatlar bo'lmaganda edi bu bolada, bu yo'nalishda o'zini mahoratini ko'rsata olmagan bo'lardi. Siz shunaqa deb o'ylaysiz. Men shunaqa deb Bu o'ylayman. meni shaxsiy fikrim. Men bu yigitimizga ha deyman. Endi meni shaxsiy fikrimni eshitamiz. Menga birinchi navbatda mana shu ko'rsatilgan chiqishni podachasi juda ham yoqdi. To'g'ri, Shahzoda aytibdilar, tennis koptokchasini urib, kubik Rubik yig'dingiz. Men hatto choy ham icha olmayman unaqa qilib. Tan olaman. Xullas, men sizga ha deyman, siz hozircha loyihada qolasiz va u yog'iga nima ko'rsatasiz, o'zingiz bilasiz, chunki siz eng aqlli insonsiz. Qani, u yog'iga Bobur akamni birinchi navbatda hayratlantirishga harakat qiling. Sizda ikkita ha, bitta yo'q va siz O'zbekiston Got Talent loyihasida qolasiz. Rahmat kattakon. Tabriklaymiz Bekzod, omad sizga.